Amirxon Alixo'jayev. Sportdan ko'nglim sovib ketdi. Isroil Madrimov bo'lajak jangi oldidan nimalar dedi? O'zbek Tayson tojikistonlik Kamil karatega qarshi jang qiladi va negativlarga fikr bildirdi. Yengil vazn toifasida faoliyat olib boruvchi o'zbekistonlik MMA jangchisi Amirxon Alixo'jayev oxirgi jangidagi mag'lubiyatdan keyin nimalar o'zgarganini aytib berdi. So'nggi jangimdan keyin odamlarda salbiy fikrlar ko'payib ketdi. To'g'risi, sportdan ko'nglim sovib ketdi. O'zimga o'zim sportni yig'ishtiraman. Bo'ldi. Menga kerak emas dedim. Toshkentdagi tanish insonlarim bilan biznes qilmoqchi edim. Lekin Jasur aka, Alijonov, Muhiddin aka va boshqa kattalar sportda mag'lubiyat, g'alaba bilan yonma-yon yuradi. Shuncha g'alabaga erishding, odamlarning gapiga ahamiyat berma deyishdi. Ularning gapiga xo'p deganim bilan ko'nglimda sportga bo'lgan olov o'chib qolgan edi, deydi Amirxon Alixo'jayev, olamsport.com muxbiri Sarvinoz Rahmonqulova bilan suhbatda. Eslatib o'tamiz, Amirxon o'tgan yilning sentyabr oyida qozog'istonlik Sayat Abduali bilan jang qilib, ilk raundda imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Super yarim o'rta vazn toifasida sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov yakshanba tongida ringga qaytadi. U 25-yanvar tongida Las Vegas shahridagi Fontainebleau majmuasida tashkil etiladigan Prof Box o'xshomi doirasida Dominikan Respublikasi vakili Luis David Salazarga qarshi bahs olib boradi. Alhamdulillah, qaytganimdan xursandman. Oxirgi jangimdan keyin jarohatlar, tanamda muammolar paydo bo'lgandi. Lekin hozir o'zimni yaxshi his qilyapman. Jangga tayyorman. Raqibimga hurmatni saqlagan holda jangni qabul qilgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Shanba kuni yaxshi jang o'tkazamiz degan umiddaman. Bu yilgi rejalalarim juda katta. Hozir bor e'tiborimni faqat shanba kuni bo'ladigan jangimga qaratganman. Keyin nima bo'lishini esa ko'ramiz. Men katta nomlar bilan jang qilishni va kamarlarni qo'lga kiritishni xohlayman, deydi Madrimov. O'zbek Tayson tojikistonlik Kamil karatega qarshi jang qiladi va negativlarga fikr bildirdi. Juda ham ko'p kommentarlar ko'ryapman, ba'zi bir o'zimiz o'zbeklar, ya'ni boshqa emas. Taysonda Kamil uradi, unaqa, Kamil kuchli deb juda ham ko'p odamlar yozayotgan ekan ba'zi oramizda. Sizlar hali ham eski davrda yashayapsizlar-da, do'stlar. Ya'ni oradan vaqtlar o'tyapti. Ya'ni eski har doimgi Tayson deb o'ylayapsizlar-da. Meni karyeram o'sgan, meni darajam o'sgan. Oldinga qaraganda ancha tajriba orttirganman va oktagon ichini o'zi ancha his qilib oldim-da. Nasib bo'lsa, jang kelaversang, ko'rib olamiz. Kim giroy, kim legendaligini. Hali jang bo'lmasdan turib har xil fikr bildiravermanglar. Masalan, qochirib qo'yaman bitta ikkitangda. Ya'ni o'zbek bo'lib turib, o'zi unaqa padishga qiladi, unaqa har xil kommentar yozavermasdan. Davay.